bizga ishonib, bizga suyanib turmushga chiqqanda ayollarimiz. Ochig'ini aytganda, biz ular uchun suyanchiqmiz biz. Biz ular uchun ahrammiz biz. Ha, o'sha ayolimiz uchun turib bera olmasak, o'sha ayolimiz uchun suyanchiq bo'lib bera olmasak, o'sha ayolimizga kerak bo'lgan rasxodlarni qilib bera olmasak, qandoq erkak bo'ldik? Mana shuni erkak desa bo'ladimi? Erkak aytgan gapiga javob qo'yish kerak. Nikohda qabul qildim deb berdingmi? Javob qiling gapingizga. Xotin kasal bo'lsa uyga borib davolamasin. Qoraga shu kuyov bolalar eshityaptimi sizni masalangizni? Sinimiz necha marta kasal bo'lsa biznikida deydi. Biz davo hamma uni biz qilib beramiz deydi. Jiyanlarga usti-boshi biz qilib beramiz deydi. Qandoq erkak? Keyin shunaqalarda endi yomon gaplar bilan gapirib olsak, masalada ham shunaqa gap nima deylik? Hezalaydi deymiz biz. Tamom. Kim nima desa ko'rsin.